Sizler bilen inventarizatsiyalar bölekini görüp çıkamız. Uçun bize 3 çizikni basıp ambor bölekinin içine girişimiz gerek buladı. Bir de ikinci inventarizatsiyalar böleki. Bu inventarizatsiya böleki öz reviziya funksiyası hesabından işleydi. Bu yerden esasen dükkanına yangi astatkesini koşacak vaxtımızda dükkanın en birinci tovarlarını giritip alıp programma girecek vaxtımızda inventarizatsiyadan girişi tavsiye etamiz. Nüçün dese bu yerde bizden kimden gelýärdi ki pastavşikni soramaydı ve giretken umumiy summamyzdaki tovarni hiç kime karzına yazmaydı. Şu için bu yerden girişi tavsiye etamiz. Inventarizatsiyadan giriş için içine girip alamız ve bize giriş için fayl açışımız gerek oladu. Şu bize de pastdan plus knopkasını basıp kaysan bara girişimiz talep geçişimiz gerek oladu. Eğer sizde bir filial olsa baskanızda birden asosiy filial degan çıkadı. Şunu üzerine terleysiz boldu. Başka bir narsa terleş şart emas. Yaratish tugmasini basamiz. Şu bilen bize de fayl yaratıp kütülmekte bulup düşedi. Şunun içine girişimiz ve 3 çizikni basıp sanashni basıp keyin pastda bizada mahsulotlar degani chiqadi. Mahsulotlarni basıp tovarni kiritishni boshlasak bo'ladi. Agar bizada boshqanda hech qanday tovar bo'lmaydi, sizda yurgan vaqtingizda bizni pastda ko'rsatib turibdi, sizda hech qanday tovar bo'lmaydi. Siz yangi tovarni kiritish uchun yangisini yaratishni basıp şuradan tovarni ma'lumotlarini yozib boshlashingiz kerak bo'ladi. Bu uchun birinchi tovarni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, test deb yozamiz biza. Agar sizda kategoriyalar kerak bo'lsa, kategoriyasini tanlab ketasiz, lekin bu ixtiyoriy sizda. Keyingisi o'lchov birliklar. O'lchov birliklari dona, litr, kilo, kvadrat, kub sizdan nechap sotadigan bo'lsangiz, shunga to'g'rilab o'zingiz yozib ketaverasiz. Keyingisi quti turi, bu blok yoki rulonda shunga o'xshash narsalar bo'lsa, blok rulonlarni tanlab ketasiz. Masalan, falgada bo'ladigan bo'lsak, falgani rulonda bo'ladi. Bir de rulon qo'shilmagan ekan bizda. Rulonda bo'ladi. Masalan, rulonni 30 metr bo'ladi degan tartibda tanlab ketsak ham bo'ladi masalan bu yerdan. Onun uchun biza metrni tanlagan bo'lishimiz kerak. Agar shtrix koddan bo'ladigan bo'lsa, shunda shtrix kod belgisini bosib shtrix koddan o'qitib ketamiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, bu yer ham shart emas, ixtiyoriy. Agar sariq chiziq, qizil chiziq kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, 10 dan kam qolsa sariq ketib yursa, 5 dan kam qolsa qizil qilib ko'rsat deganni yoqib ketsak bo'ladi. Va bu tovarimizni masalan 2 xil lampochkangiz bor. İkisi 2 xil firmaniki, astat ko'p qolgan, ikkisini bir etib tiqib bereceksiniz, lekin ikkisini shtrix kodi 2 xil. Biz hozir beda birisini o'qib ketdik tepada. Yana bir lampochkamiz shtrix kodi boshqacha, unga shtrix kod o'qitishimiz kerak. U uchun shtrix kod qo'shish tugmasini bosib, bu yerdan ikkinchi lampochka shtrix kodini o'qitadigan bo'lsak, ikkita tovar, ikkisini shtrix kodi 2 xil, lekin bir tovar hisobiga kirib keladi. Qaysi tovarni kelib turib kassaga skanerlaydigan bo'lsak ham shu tovarni o'zini topib beradi. Bu funksiya bizga shu uchun kerak. Keyingisi narx qo'shish. Bizda bir de kelish narxi, agar sizda optim narxi bo'lsa, optim narxini ham qo'shib, keyin sotuv narxini ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Sizlar 1000 so'm keladi, 2000 optima va 3000 donaga sotamiz. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar rasmini ham kiritib ketasiz shu tartibni o'zida. Hamma ma'lumotlarni shu tartibda yaratib bo'lganimizdan keyin yaratish tugmasini bosib, yana bir yaratishni bosamiz. Yine bu tovarımız ham yaratib bo'lindi. Yaratib bo'lganimizdan necha bor deb so'raydi. Dapadan miqdori degan yerda masalan necha metr bor, masalan biza falga misolida yozadik. Masalan 10 metr bor, 15 metr bor. Agar sizda hammasi rulon degan bo'lsa, yana qutidagi soni deganni bosib turib, masalan 10 rulon bor deb yozadigan bo'lsak, pastda ko'rasiz 300 metr oldu biza. Bir rulon 30 metr bor deb yozganimizni hisobini tannarxi so'mda deymiz, 1000 so'mni yozadik. 1000 so'mdan 300 metr keladi. Agar sizda 10 rulon bilan o'zingizda bor 7 metr deb bo'lsa, 307 metr deb o'zi to'g'rilab qo'yadi. Shu tartibda qo'shishni bosamiz. Agar sizda bor tovar bo'lsa, ustuna bosib, bundan masalan 10 dona bor. Yana bosib mahsulotlarni shundan bosib, masalan yana 5 dona bor. Shu tartibda yozib ketaverasiz. Agar yo'q tovar chiqib bo'lsam, yangisini yaratishib, yana donalarini yozib yaratish tugmasini bosib yana yaraladi. Shuni masalan bizda 30 dona bor. 5000 so'mdan aytib qo'shib shu tartibda biz qo'shib ketaveramiz. Hammasi bo'lgandan keyin 3 chiziqni bosib yakunlash etadigan bo'lsak, bu tovarimiz birinchi jarayonga tushadi. Jarayonga tushilgan faylni keyin qaytib shuni sarayib, sariq tartibda turadi. Yakunlash qilinganda to'liq ostatkasi yakunlangan va yopilgan bo'ladi. Hozir biz jarayonga tashlab qo'yganimiz ichida tovarlarimiz turadi. Buni biz bo'y vaqti içine 3 chiziqni bosib, sanashni bosib ichine girib tovar qo'shib ketsak bo'ladi. Agar siz buni jarayonga tashlab ketgan bo'lsangiz, yana bir boshqa xodim girib turib, yana davom ettirib tovar qo'shib biladi. Yo'q, men buni ponni yapacakman, ishni yakunlayacakman, statkasi qo'shilsin desiz, jarayonda turganida 3 chiziqni bosib yakunlashni bossangiz to'liq
yekunlanadi va buni asl kesi kassaga qo'shiladi, bunu yapıladi.